akalar, namanganlik akamiz Matichda yo'lga chiqibdi. Xudo xolisa qadrdonim, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Ibratli video olarkan akam xizmat ustozlarga havas qilib, bitta oddiy bir blogerimiz, bular sizlarga o'xshagan aka. Gazni bosing, mehnat qilavering, samarasi albatta bo'ladi. Bizning xalqimiz mehribon, albatta poddesh qiladi. Faqat bir narsani esdan chiqarmang. Hech kimga hasad qilmang, hech kimga raqobat qilmang. Faqat to'g'ri niyat qilib gazini bosing. Yomonlik, hasad odamni nima esa jarlik yetaydi. Faqat to'g'ri. Hamma insonga havasini qiling. Qadrdonlar, akamizni poddeshga latmacha qilib qo'yaman. Shu Matichni ko'rib olsanglar, qo'lingizdan kelgancha poddesh qilib, qo'llab-quvvatlanglar. Chunki yosh, hali auditoriyasi yosh, poddeshkasi yo'q ekan. Biz bularga poddeshga berishga harakat qilyapmiz maksimalni.